Ustozimiz sarpalarga yasagan aksessuarlarimni bugun sizlar bilan birgalikda upakovka qilamiz. Ustozim 3 ta dona aksessuar zakaz qildilar. Bitta dona shunaqa do'ppi, tika aksessuarimizni kumush rangidan va xuddi shunaqa tillarang abadok zakaz qildilar va men qolgan ikkita aksessuarni o'zim sovg'a qilib qo'shib berdim, ya'ni to'yana qilib berdim. Ularning narxlarini ham aytib ketaman. Qizlar, mana shu aksessuarimiz 320 ming, qizil aksessuarimiz 350 ming, do'ppi 430 ming, tillarang abadokimiz 380 ming. Tikadan bitta zakaz beruvdilar, bittasini qo'shib berdim. U 150 ming. Ovozimga ahamiyat bermaymiz, ozgina shamollab qoldim. Hozir kommentariyada namuncha qimmat, bozorda 50 ming turibdi. Uyalmasdan 10 ta qo'lingiz og'zingizga tiqyapsiz deb yozasiz. Qizlarjonlar, bitta aksessuar yasash uchun 3-4 soat yetmaydi. Kamida 2-3 kun vaqtim ketadi. Sotgan furnituralarim bo'lsa, bozordagi eng qimmat magazindan Kristaldan olinadi. Ya'ni u yerda lyuksviy narsalar bor. Narxlari qimmat, lekin yaxshi narsalar bor. Hamma aksessuarlarimga kerak narsalarni o'sha yerdan olaman.